Madina. Hozir chiqyapman. Madina singlim. Kim? Voy, akajon, assalomu alaykum. Va alaykum Voy, assalom. keling aka. Kuyov bola yaxshimili? Singlim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat akajon. Tinchlikmi? Nima sabab siz yo'qlab kelib qoldingiz? Singlimni sog'indim. Ko'rgani kelyapman. Nima? Endi singlimni sog'insam, ko'rgani kelishim uchun bu sabab bo'lish shartmi? Yo'q aka, nimaga unaqa deysiz? Xush kelibsiz. Ovora bo'lib nimalar ko'tarib yuribsiz akajon? Bular hamma rozg'orliklarni, hamma kam kostyumni qilib qo'yganlar. Endi quruq kelmay deb ko'tarib keldim. Aytgancha, singlim, mashinada telefonim qolib ketibdi. Mashinam ochiq. Shunda olib chiqib ber o'shani. Xo'p bo'ladi akajon. Xo'p, mayli. Singlim, qo'zg'orimda hamma narsam bor deysanmi? Mana akajon telefoningiz. Rahmat singlim. Oho, ishxonadan ancha odam telefon qilib tashlabdi. Bo'lmasa menga ruxsat. O'zi bir ro'yga keldim. Endi bir xudo xolisa o'tiradigan bo'lib kelaman. Siz bo'lardi akajon. Keyin safar yana bir kelaman xudo xolisa. Hozir bular ham ketib qolardilar. Bemalol o'tiradigan bo'lib kelaman. Aytgancha, kuyov bola ishdan kelsalar, salom deb qo'ying. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli, rahmat aka. Xo'p. Singlim, bu hayotda hech nima o'zidan o'zi besabab bo'lmaydi-ku. Shu darajaga kelguncha indamay o'tiribsanmi? Akangni sharoiti bor bo'lsa, bir og'iz aytsang ro'zg'orlik qilib olib borib beradi-ku. Bu nima degani? Nima aka, senga begonami? Begona emaslar. Lekin akamlarga ro'zg'orimni kamini aytib berimmi? Akam oldilarida g'ururlari yerga tegishini, boshlari egilib qolishini xohlamayman. Men-ku bugun onamlardan eshitib qolib bildim. Lekin oramizda singlisi qiynalayotganidan bexabar. Aka-ukalar qancha singillar sabrli bo'lar ekan-da. Erim, uyim, joyim, bola chaqam deb keyin o'zi akasini ishini taqillatib bormas ekan. Haftada bir marta bo'lsa ham 4 ta non olib singisini xabar olib turish kerak ekan. Singisini o'zini holiga tashlab qo'yish kerak emas ekan. Qiynayotganingda ham eringni hurmatini joyiga qo'yib qo'ymasang. Sen mana shu jannat ayolsan singlim. Jannat ayol. Hammasini eshitib turibman akajon. Sen bilan men faxrlanaman. Singlim. Yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib qo'ying. O'zbekiston bo'ylab 7 yil xizmat mutaqabbil. Daqiqa shoshma. Sizga men jannatni ilindim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li robbika wanhar. Inna shani'aka huval abtar. Kitobimiz Qur'on Karimni o'zlashtira olmayotganlar